Sonic 4 filmi juda katta qiziqishlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa Jim Carreyning so'nggi va qo'shtirnoq ichida biroz o'zgargan ko'rinishdan keyin muxlislarning bu filmga qiziqishi yanada ortib ketdi. Tushunishingiz uchun insiderlar bu film masshtabini Qasaskorlar cheksizlik jangi filmiga tenglashtirmoqda. Ushbu video davomida esa sizlar bilan yangi tizerdagi yashirin belgilarni, film atrofida aylanib yurgan barcha ma'lumotlarni va hattoki insiderlar tomonidan taqdim etilgan filmning to'liq ssenarisini ham ko'rib chiqamiz. Video ajoyib bo'lishi aniq. Shunday ekan siz obuna bo'lishni unutmang. Men esa videoni boshladim. Xabaringiz bor. Kuni kecha, ya'ni 19-mart sanasida Paramount va Sonic'ning rasmiy YouTube kanallarida Sonic 4 filmining ilk kichik tizeri taqdim etildi. Va esingizda bo'lsa, Sonic 3 filmining titllaridan keyingi sahnasida biz Amy Rose va Sonic'ning metal nusxalarini ko'rgan edik. Tizer esa o'sha Amy Rose'ning Pico nomli bolg'asi qandaydir oynani sindirishi bilan boshlanadi. Agar mendagi film syujetiga tayanadigan bo'lsak, bu oynaning parchalanishi olamlar to'qnashuvi yoki vaqtning kichik o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu olam ham vaqt va multikoinot darajasida kengaymoqda. Keyin esa biz zumrad toshlari orqali filmda qatnashuvchi asosiy tarkibni bilib oldik. Va shu joyda balki yaxshiroq e'tibor bergan bo'lsangiz, Metal Sonic'ning kulib turgan chehrasini ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ushbu kichik detalni siz payqadingizmi yoki yo'q? Hozirroq izohlarda yozib qoldiring. Hamda yana bir nechta kichik detallar mavjud. Zumradlar ichida har bir qahramonlar taqdim etilganida, ularning orqa fonlarida joylashuvlar ham ko'rsatib o'tildi. O'ziniga birdaniga film syujetiga o'tmasdan, bularni sizga aytyapman. Chunki agar hozir bularni tushunib olmasangiz, film syujetiga kelganida sizda savollar tug'ila boshlashi aniq. Xo'sh, joylashuvlarga qaytsak. Masalan, Tail va Knuckles ko'rsatilgan sahnada orqa fonda o'rmon ko'rinishini va janob bo'g'irsoq va uning xotini Maddie ko'rsatilgan sahnada ularning uyidagi Sonic'ning xonasini tasvirlanganini ko'rishimiz mumkin. Biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa shundaki, Sonic taqdim etilgan sahnada bora-bora oroli ham ko'rsatildi. Bu orol real hayotda ham mavjud va Fransiyada joylashgan bo'lib, 4-filmning suratga olish ishlarining ayrim sahnalari aynan shu yerda ham bo'lib o'tgan. Hozir nima demoqchi bo'layotganimni, yoshligida Sonic o'yinini o'ynaganlar menimcha allaqachon tushunib olishdi. Sonic o'yinlarida ham shunday orol mavjud bo'lib va hozirda ijodkorlar bunday joylashuvni film ichiga ham qo'shmoqchi shekilli. Ana endi filmning insiderlar tomonidan bizga yetib kelgan syujetiga ham o'tsak bo'ladi. Ammo bir narsani eslatib o'taman. Hozir men taqdim etayotgan syujetni 100% to'g'ri deb bo'lmaydi. Bu shunchaki insiderlar tomonidan bizga yetib kelgan ssenariy xolos. Film 3-qism voqealardan so'ng Dunyo Shadow bilan tinchlik shartnomasini o'rnatgan va GAN tashkiloti o'zga sayyoraliklar bilan hamkorlikni kuchaytirgan davrda boshlanadi. Asosiy voqea Yer atmosferasida paydo bo'lgan sirli va zanjirlangan kichik sayyora atrofida aylanadi. Insiderlarning aytishicha, bu sayyora zumrad toshlari tufayli har yili bir marotaba Yer atrofida ko'rinish beradi. Bu sayyoraning zanjirlanishining asosiy sababi bu sayyora fazoda erkin harakatlanadi, ammo u orqali kelajak, o'tmish va hozirni o'zgartirish mumkin. Film davomida esa Doktor Robotnik bu sayyoradagi vaqtni boshqarish texnologiyasidan foydalanib o'tmishdagi mag'lubiyatlarini o'zgartirishni rejalashtiradi. Sayyorani fazoda erkin harakatlanishini to'xtatish uchun ulkan tog' uchiga zanjirlab qo'yadi. U yerda esa u Metal Sonic'larni ixtiro qiladi. Eng katta burilish shundaki, Metal Sonic'lar shunchaki robotlar emas. Insiderlar xabariga ko'ra, Robotnik Sonic'ning DNKsi va Shadow'dan qolgan energiya qoldiqlarini birlashtirib, Sonic'dan ham tezroq va kuchliroq bo'lgan his-tuyg'ularsiz mukammal ko'chirib oluvchi robotlarni yaratadi. Ular film davomida Sonic'ning barcha harakatlarini o'rganib borishadi va uning harakatlarini mukammal takrorlay olishadi. Amy Rose esa o'zining sehrli tarot kartalari orqali Sonic'ning ostida ekanligini bilib yerga keladi. U nafaqat Sonic'ning ashaddiy muxlisasi, balki jamoaning ma'naviy yetakchisi sifatida ham namoyon bo'ladi. Uning Pico bolg'asining asosiy kuchi filmdagi eng yirik jang sahnalaridan birida namoyon etiladi. Jamoa a'zolari Sonic, Knuckles, Tails, Shadow va Amy birgalikda Metal Sonic va Robotnikning yangi armiyasiga qarshi kurashishadi. Filmning titllaridan keyingi sahnasi, ya'ni yakunida esa vaqt chizig'i buzilishi natijasida kelajakdagi olami vayron bo'lgan Silver o'z vaqtini qutqarish uchun 21-asrga kelib qolgani ko'rsatiladi. Bu esa albatta keyingi chiqariladigan Sonic 5 filmi uchun kattagina belgi bo'ladi. Silver telekinez qobiliyatiga ega kuchli kirpi hisoblanib, u har qanday buyumlarni o'z joyidan tegmasdan qo'zg'ata oladi. To'g'ri, tezlik darajasida Sonic'dan qolishda, lekin kuch va qobiliyatlar jihatdan Sonic uchun juda katta xavf hisoblanadi. U odatda Blaziken bilan birgalikda harakat qiladi. Shunday ekan, Sonic 5 filmida biz naqd ikkita katta personaj bilan tanishib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana bugungi videoda Sonic 4 filmi davomida nimalar bo'lishi va hattoki Sonic 5 filmi haqida ham biroz tafsilotlarni aytib o'taman va menimcha bu sizlarga ancha yoqib, chunki siz allaqachon videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ydingiz yoki unday emasmi? Xullas, sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.